Assalomu alaykum barchaga. Bizning Yusuf tarmoqlarini kuzatib boradigan obunachilar. Mana sizlarga navbatdagi Andijon viloyati Tulkaboddagi o'ta go'zal holatdagi ishimizni taqdim etmoqdamiz. Sizlarga kerakli ma'lumotlar boshidan berib ketsam, keyin videoni oxirigacha ko'rib, ish sifatiga baho berib, agar yoqqan bo'lsa like bosib ketsanglar xursand bo'lgan bo'lardik. Hozirgi kunda 1 kvadrat tunika fonimiz narxini 135 ming, yaxshirog'ini 140 ming so'mdan qilmoqdamiz. Holatiga qarab, uyda egasini xohishiga qarab shu atrofida qilmoqdamiz. Agar sizning ham uyingizga shunaqa tunika fonlar kerak bo'lsa, 120 mingdan 140 ming so'mgacha qilmoqdamiz. Hozircha vodiy bo'ylab xizmatlarimiz. Lekin sizlarga yana bir ma'lumot berib o'tadigan bo'lsam, biz tunika fonda joyda kvadrat emas, ashetga ketadigan tunikani kvadrat hisoblanadi. Misol joyingiz 10 metrga 1 metr bo'lsa, biz tunika fonda fasoniga qarab 17 kvadratdan 20 kvadratgacha o'zgarishi mumkin. Siz tanlagan fasonga qarab o'zgaradi. Mana bunaqa pianino fasonda bo'lsa, bu pianino fasonimiz kvadrat ko'proq chiqadi. Nima desangiz, va ko'rib turganingizdek, mana oq list ustiga dabavga mokri listi qatirganmiz. Shuning hisobiga list ustiga list qatirilgani uchun kvadrat ko'proq chiqqan. Shuni ham e'tiborga olib qo'yasizlar. Agar pianinosiz bo'ladigan bo'lsa, kvadrat ozroq chiqadi. Shunga qarab narx-navosi o'zgaraveradi. Keyin mana bu kosmoslarimiz hozir